Assalomu alaykum Tashkent Motors obunachilari. Bugun sizlarga xudo xolasa mashinalarimizni erkagi bo'lgan Jack T9 haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Bu mashinamiz sotuvda tayyor, 4 xil rangidan bor. Metallica, narda grey, oq va qora rangdan. Qaysi rangdan desangiz, muammosi yo'q, oldirib beramiz. Xo'sh, motor qismiga keladigan bo'lsak, motori 2 lik turbina motor, 231 ot kuchidan iborat. Bemalol propan qo'ysangiz bo'ladi. Metan tavsiya qilmaymiz iloji bo'lsa. Rasxodi 10 tagacha ko'rsatilgan, lekin haydashingizga yoki benzin sifatdan kelib chiqib 12-14 tagacha rasxod qilish mumkin. Xo'p, tashqi ko'rinish keladigan bo'lsak, ballonlari 18 lik, zavodskoy diskada keladi. Hech qanaqa o'zgartirish shart emas. Bundan tashqari 360 kamera, beskuluchovoy dostуп. Xo'p, salonlari koja bo'ladi. Torpedalari ham kojadan qilingan bo'ladi, charmdan. Multirul, cruise control, monitor kattagina, avtomat varianti 3 xil rejimda ishlaydi: Eco, normal va sport. Bu mashinamizda eng kerakli joylaridan bittasi lyuk mavjud. Besh kishiga mo'ljallangan bo'ladi. Orqasi bemalol 900 kiloga o'zi palovna, lekin 1 tonna 500, 1 tonna 400 gacha yuk yuklasangiz ham bo'ladi. Ertaga sayohatga chiqqan paytingiz yoki bo'lmasam bu yoqqa ov mavsumi boshlandi, ovga ketgan paytingizda narsalaringizni tashlab bemalol 4-5 kishi bo'lib jo'ralaringiz bilan aylanib kelsalaringiz ham bo'ladi. Bu avtomat varianti, narxi 399 million 300. Agar yo'q, menga mexanika varianti kerak desangiz, unda T8 variantimiz ham tayyor. Kelasiz, ko'rasiz, xudo xolasa olib ketaverasiz. Uni narxi 314 million 600. Xo'sh, sizga qaysi biri ma'qul? Avtomat yoki mexanika? Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Hammangizni Tashkent Motorsda kutamiz.